hurmatli mijozlar, Narpay tumani hokimiyat binosi bank mijozlari fuqarolar tadbirkorlar bilan navbatdagi uchrashuv o'tkazib belgilangan. Bu uchrashuvimizda asosiy maqsad tadbirkorlik istagidagi fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularga tadbirkorlik yo'lini o'rgatish, tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan fuqarolarimizga tadbirkorlik kengaytirish uchun shirkatlar ajratish, faoliyatini kengaytirish orqali yangi ishlar yaratish. Yangi ishlar yaratishdan maqsadimiz tumanimizdagi, mahalladagi ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash, ularning daromadini oshirish, tadbirkor yo'nalishlarini kengaytirishdan iborat. Bunga hozir bizlarning juda fikrlarimiz mavjud. Demak, jismoniy shaxslarga o'zimiz bank orqali mahalla loyihasi kreditimiz bor, 20 million so'mgacha. Bunda Andreyevning xolos ijorat loyihasi ajratiladi. 5 yilga 25%. Sug'urta kafil yoki uchinchi shaxs kafilligi qabul qilinadi. Bundan tashqari biznesga ko'mak degan loyihamiz bor. Bunda 25% foizi pul yilga ajratiladi. Bunda Andreyevning guruhining ijorat loyihasi orqali ajratiladi. Bundan tashqari yuridik shaxslarimizga 312 inson qarorgohidan 100 million so'mgacha tadbirkorlik rivojlantirish jamg'armasini kompaniyasini mablag' hisobidan kiritlashimiz mumkin. Bu hozirda 21%, 7 yilgacha beriladi, uch imtiyoz davri bilan tadbirkorlik qilish istagisi shundan yoki 100 milliondan ziyod olmoqchi bo'lganlarga 300 million so'mgacha bankimiz mablag'idan bu ham 21%dan beriladi. Mahalla loyihasi biznesga birinchi qadam 312 inson qarorgohidan ajratib kreditlarimizda hokimimizga ajratilganda 2% kam foiz ajratiladi. Mahalla loyihasi 23%, biznesga ko'makda ham 23%. Demak, 312 inson qarorgohi ajratilgan kreditimizda 19% ajratiladi. Bundan tashqari, shu yaratib faoliyatini kengaytirmoqchi bo'lganlarga madad kreditimiz bor. Bunda shu 2 tadan 5 tagacha yaratsa 500 million so'mgacha 25% beriladi. Buni 5 tadan 10 tagacha yaratsa 1 milliardgacha beriladi, 24%dan. 10 tadan ziyod ishchi o'rni yaratganga 2 milliardgacha 23% ajratiladi. Keyin mikroservis zonalarni tashkil etish uchun ajratilgan kreditimiz bor. Bu 24%dan 5 milliardgacha beriladi. Demak, muddati 5 yil, 2 yil imtiyoz davri bo'ladi. Shu aholini uzluksiz 24 yil ishlaydigan shu mikroservis zonasi tashkil qilsa 5 milliardgacha kredit ajratishimiz mumkin.